Ko'rganda ko'zni quvnatadigan patologiya bo'ldi-yu, qaranglar. Sizlar ham ichinglarda bitta niyat qilib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga ham eng kamida mana shunaqa patologiya nasib qilsin. Bitta laykni bosib qo'ysanglar, biz videoni boshlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men ustoz Shohruxbek. Siz Andijon Tunuka kanalini kuzatib bormoqdasiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga mana shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Tunuka ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Andijon viloyati Asaka shahrida juda ham go'zal holatda o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek video boshdanoq sizlarni ko'p kuttirmagan holda mendan ushbu xonadonimizni hisob-kitobi, sizdan esa mana shu video rolik ostiga bir dona like va bir dona komment. Biz ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunukaning rasxodiga hisoblaganda 200 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik va xonadon egasiga tunuka fondan tashqari darvozaxonasining o'rtasiga 3 metrli zakasnoy kosmosimizdan o'rnatib berganmiz va aynan mana shu darvozaxonamizning chekalariga naqshdor MDF gullaridan o'rnatib berganmiz. Shunda xonadon egasiga 200 kvadrat tunuka fon, reyka samarali esa o'rnatib berish usta xizmati ichida bir dona 3 metrli kosmos sanab turinglar va darvozaxonamizni chekasiga o'rnatib bergan MDF naqshdor gulimiz bilan birgalikda 30 million so'mga bitdi do'stlar. Faqat tunuka foni emas, mana shu men aytib o'tgan qo'shimcha mahsulotlar bilan birgalikda 30 million so'mga bitdi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fonning narxi barcha xarajati ichida aynan bizning jamoada, ya'ni Andijon Tunuka jamoasida usta Shohruxbekda 140 ming so'mdan qilib berilmoqda. Nima uchun buncha qimmat deysizmi? Chunki bizda ustalar tajribali, mahsulotlarimiz sifatli. Agar siz xohlasangiz 110 ming so'm, 120 ming so'mdan ham qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Lekin siz bizdan aynan mana shunaqa kачествоni talab qilmashingizga to'g'ri keladi. Siz meni tushundingiz deb o'ylayman, hurmatli aziz vatandoshim. Xo'p, hurmatli obunachilar, tunuka fon narxini eshitdinglar. Endi agar siz mana shunaqa kosmos qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'rnatib berish bilan birgalikda 1,5 metrdan 2 metrgacha bo'lgan razmerdagisi bir xil narxda $200 bo'ladi. Agar siz o'zingiz bizdan sotib olib, o'zingiz o'rnatadigan bo'lsangiz, bir donasini $160 dan qilib beramiz. Agar mana shunaqa 2 metrdan yuqori bo'lgan nostandart razmerlar bo'ladigan bo'lsa, unda narxini siz bilan kelishamiz. MDF gulimizga keladigan bo'lsak, MDF gulimizning 1 metri pagonometriga hisoblanadi. Eni 30 yoki 25 sm atrofida bo'ladi. Ikkiloy bo'ladi. Pastdagi bir qator guli va tepasida yana bir sloy MDF bo'ladi. Uni biz tunuka fon ichiga kirgizmaymiz. Alohida 1 metrini 70 ming so'mdan qo'yib beramiz. Mana do'stlar, bizning Andijon Tunuka kanalini kuzatib borsanglar, deyarli har kuni biz sizlarga mana shunaqa go'zal holatdagi tunuka fon ishining videolarini va videolarimiz mobaynida esa sizlarga kerakli bo'lgan tunuka fonga oid ma'lumotlarni berib yoritib bormoqdamiz do'stlar. Shuning uchun mehnatimizni to'g'ri baholab, bir dona laykni bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmasam biz video roligimizni boshladik, qadrdonlar. Qani ketdik. Xo'p, qadrdonlar, bo'lmasam biz video roligimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan darvozaxonasini ko'rib turmoqdasiz. Sizlarga yana ham qiziq bo'lishligi uchun darvozaxonamizni razmerlari bilan birgalikda aytib o'taman. Darvozaxonamizni eni 7 metr atrofida, uzunligi esa mana bu devordan mana bu devorgacha 10 metr atrofida. Aynan biz 10 metrga 7 metrli darvozaxonamizga mana shunaqa yorqin dizayndan foydalangan holda chiroyli holatda tunuka fon ishini qilib berdik. Bu yerda yuqori did bilan terilgan hamma narsa, ayniqsa mana bu yumaloq kosmosi ham atrofidagi tunuka foniga juda ham kombinatsiya holatda bo'lgan. Bu yerda shuning uchun do'stlar, fasonimiz bachkana fason emas, hashamdor fasonda bo'lib chiqqan. Shuning uchun sizga ham videoni bitta ko'rganingizda yuragingiz jiz etadigan holatda bo'lib chiqmoqda tunuka fon ishimiz. Qaranglar do'stlar, chekasidagi naqshdor gullari ham o'zigacha chiqqan, mayda gullar qilib berganmiz. Mana bu kosmosimizni atrofini esa yumaloq qilib berganmiz gulini, mana bu yumaloq kosmos bo'lganligi uchun va kosmosimizni 3 metrli zakasnoy qilib tayyorlab berganmiz ushbu xonadonimizga. Albatta darvozaxonamizni eniga moslab. Sizni darvozaxonangizni eni 3,5 metr bo'ladigan bo'lsa, aynan darvozaxonangizni razmeriga moslab biz xudo xohlasa dizaynini o'zimiz chiqarib, chiroyli holatda sizni uyingizga yarashadigan qilib tunuka fon qilib beramiz. Shuning uchun hech ikkilanmasdan mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Inshaalloh keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishligi mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana darvozaxonasini ko'rdinglar.
chekalari mana shunaqa kobra holatda bo'lgan yumaloq karnizlardan aylantirib berganmiz. Yumaloq karnizimizni mana bu pastki qismlariga mokriy rangli palasalardan yugurtirib berganmiz. Mana bu palasaga mana bu palasamiz mos. Tilla ranglarimiz ham o'zigacha chiqqan do'stlar, qaranglar. Mana bu tilla rangli tunukalarimiz mana bu joyiga kombinatsiya qilingan. Bu yerda xullas do'stlar, har bitta detal bir-biriga hamohanglikda ishlangan. Xudo xohlasa, yuqori dizayn bo'yicha ushbu xonadonimizni chiroyli holatda bitkazib berdik. Ichkari shapkamizning razmeri uzunligi 22 metr atrofida, eni esa 125 cm atrofida chiqqan. Biz aynan mana shu razmerdagi patologiyamizga 2 qavatli qilib berganmiz do'stlar va mana bunaqa yumaloq karnizlardan qo'yib berganmiz albatta. Yumaloq karnizimiz mana bu darvozaxonamiz bilan bir xil ko'rinishda deyarli bo'lib chiqqan. Mana bu ko'riblarni ham o'rab berganmiz. Biz aytgan kvadratning ichida aynan mana shu ko'riblar ham mavjud. Bu xonadonga 200 kvadrat atrofida tunuka ishlatdik deb aytib o'tdim video davomida. Ana shu kvadrat mana bu ko'ribi bilan birgalikda hisoblandi do'stlar. Bu tarnovlarni ham qo'yib berganmiz. Mokriy choksiz tarnovlarni, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizni tarnovini qo'yib berdik. Xo'p, tunuka fonishini qilib berdik. Barcha xarajati ichida darvozaxonamizning chekalariga MDF gullarni o'rnatib berdik va kosmosini o'rnatib berdik. Bitta 3 metrli zakasnoy kosmosdan. Hozirlarga darvozaxonamizni chekasidagi lampochkalarni yoqib ko'rsataman. O'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xo'p. Qani ketdik, o'rta yondi va chekalari yondi. Agar sizlar xohlasanglar, kechasida ham chiqib, bu Asakada joylashgan, men o'zim ham asakalayman, hurmatli obunachilar. Aynan mana shu darvozaxonamizni kechasida qanday yorug' berishini ko'rsatib o'taman. Albatta, bu haqida kommentariyaga yozib qoldiringlar. Kechasida ham chiqib, qisqaroq video olaymi yoki yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana qilib bergan tunuka fonishimizni ko'rdinglar. Bilasizlar do'stlar, biz joyida kvadratiga emas, tunukani ketgan rasxodiga hisoblaymiz. Hozirgi men aytgan razmerlar, ya'ni 10 metrga 7 metr 70 kvadrat chiqadi. Bu joyida kvadrati. Aynan mana shu fasonda qildirsangiz, 70 kvadrat joyingizga, hurmatli obunachi, 130 kvadrat atrofida tunuka ishlatar. Aynan mana shu fasonda. Va undan tashqari, agar siz darvozaxonaga mana bunaqa kosmos yoki mana bunaqa MDF gullardan qo'yadigan bo'lsangiz, sizga yana двойной расход bo'ladi. Bular alohida hisoblanadi. Mana shunaqa kosmos MDF gullari bo'lmasa, siz tunuka fonini arzonroqqa bitirishingiz mumkin bo'ladi. Siz qanchalik sodda fason tanlasangiz, sizni xonadoningizning tunuka fonishi shuncha arzonroqqa bitadi, hurmatli obunachilar. Endi hammada did har xil bo'ladi. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosi deganlaridek, kimgadir hashamdorroq fason yoqsa, kimgadir oddiyroq fason yoqadi. Shaxsan menga o'rtacha fason yoqadi. Meni vkusim shunaqa. Sizga qanaqa fason yoqadi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta kutaman komment yozishingizni. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib o'tishga harakat qildim. Agar xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr. Yana qanaqa videolar chiqaraylik, albatta yozib qoldiringlar kommentariyaga. Ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling. Hurmatli aziz obunachi, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Barchalarga rahmat kattakon, bizni kuzatishda davom etinglar Andijon tunuka foni kanalimizdan. Biz esa sizlarga tunuka fonishining videolarini ko'rsatib borishda davom etamiz. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi.